Uy bekasimisiz, dekretdamisiz yokida davlat korxonasiga har kuni qatnab ishlashga vaqtingiz yokida sharoitingiz yo'qmi? Men siz uchun zo'r ish topib qo'ydim. Men 2021-yilda Faberlik kompaniyasiga qonuniy ravishda a'zo bo'lib, ilk qadamimni qo'yganman va mana shu statuetka menga taqdim etilgan. Bu statuetka taxtadan yasalgan, ammo men uchun oltinga teng. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, oradan 4 yil o'tdi. 2025-yil men shu kompaniyaning direktoriman, Tosheva Nigora. Va 2025-yilda ustozim menga mana shu sertifikatni taqdim etdilar va oldimga ikkita vazifa qo'ydilar. 2025-yilni tugatmasdanoq birinchi vazifani bajarishga ulgurdim. O'zimning shaxsiy kvartiramni xarid qildim. Inshaalloh 2026-yilda mana shu qop-qora mashina meniki bo'ladi. Sizlarni ham shu